Hayotda shunday voqealar bo'ladiki, hayratimni oshirib, Yaratganga bo'lgan muhabbatimni mustahkamlab boraveradi. Har bir narsada ming hikmat nahonki. Basirat ko'zi bilan qarasak, subhanalloh demaslikning ilojisi yo'q. Yaqindagina uyimga bir yaqinim farzandini ko'tarib kirib keldi. Biroz suhbat qurdik. Shu topda bolaga taglik, pampers kerak bo'ldi. Onasi kasalxonaga borgan edik. Bir juda kambag'al ayol bolasiga pampers ham ololmay o'tirgan ekan. Berdik dedi. Uning so'zlarini eshitib, juda yaxshi ko'rib ketdim. Chunki ochig'i o'sha yaqinimni ham bekami ko'z yashamaydi. O'zi ishlamaydi. Bolaning otasini esa mas'uliyatli, ona va bolaning sharoitini to'g'rilab qo'yguvchilardan deb bo'lmaydi. Lekin bu muhtojlik uni sadaqa qilishdan qaydara olmabdi. Katta qizimizga ko'zim bilan ishora qilgandim, yugurib borib do'kondan 4 ta pampers olib keldi. Onasining qo'liga tutsam, pul uzatyapti. Qo'y, o'zlaringga kerak bo'ladi deb qaytardim-u, o'zi pulga muhtoj holda nafsining to'qligi uchun ikkinchi bora onasini yana yaxshi ko'rib ketdim. Bolaning tagligini almashtirayotganda borib qarab tursam, bolacha shunaqa kulib menga talpinadi, qo'lga olmaslikning hech ilojisi yo'qdi. Ko'tarsam qo'lchilari bilan yuzlarimdan ushlab, obbo qilib boshladi. Nechukdir g'alati bo'ldim. Alloh shunday shirin ne'mat ato etsa-yu qadriga borishmasa. Shkafdan 100 ming pul olib, bolaning pampersiga ishlatasan deb onasiga tutdim. Har qancha qarshilik qilmasin, olishga majburladim. Ko'zlarida yosh miltillab onasi minnatdorchilik bildirarkan, bugun haligi kasalxonada ko'rgan ayolimizga 10 ming so'm pul ham bergandim. Pulim o'zi juda kam edi, lekin juda ichim achidi. Siz esa menga 100 ming berdingiz. Xudoning biringa 10 beraman degani shu bo'lsa kerak-da dedi. Hikmat. Bechoraning ajriga meni vasila qilgan Allohga hamdlar aytib qo'ydim. Hayolimdan qaynotamning farzandlarimni sadaqa qilguvchilardan, zakot berguvchilardan qil deb aytadigan duolari o'tdi. Alloh xayrlaringga vasila bo'lishni nasib ayla dedim. Eng qizig'i, eng ajablanarlisi mehmonlarimiz ketgach sodir bo'ldi. Ish bilan band bo'lib turgandim. Qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Chet davlatdagi bir yaqinim ekan. Javob berarkanman ichimdan. Bu vaqtda telefon qilishmasdi, tinchlik bo'lsin-da degan o'y o'tdi. Qarshi tomondan eshitgan gapimga ishonasizmi? Sizga dollar yubordik, kerakli kamchiligingizga ishlatarsiz. Subhanalloh devordim. Hatto gapira olmay qoldim. Men pul uchun u qadar sevinganim yo'q, sababki juda zarur ehtiyojim ham yo'q. Men hikmatiga qoyil qoldim. Axir bir kun oldin ham suhbatlashganimizda menga shuncha ko'p pul yuborishlarini aytishmagan edi. Bir zarra yaxshilik uchun tog' mukofot berish Allohdan boshqasiga xos bo'lishi mumkinmi? Har bir savobingga 10 barobar ziyod ajr berish Allohdan o'zgasining va'dasida bormi? Pulni olarkanman, uning ishiga meni vasila qilib mukofotlading. Menga esa u kishini vasila etding. U kishini ham munosib mukofotlashingdan umidvorman dedim. Uzoqdagi yaqinimizning ham haqlariga duo qilib qo'yarsiz.